Foydali bo'lgan bitta tashabbus bilan chiqyapman. E'tiborlaringni, diqqatlaringni ozginaga qaratmoqchiman. Ko'pchilikda xabar bor, yurtboshimiz yaqindagina Farg'ona viloyatiga tashrif bilan kelishdi va mana shu tashriflar chog'ida bitta narsaga e'tibor berdimda. Kitobxonlikni targ'ib qilish masalasida juda ham qattiq sa'y-harakatlar amalga oshirilyapti. Shular jumlasidan bitta kutubxonachi bir oy davomida 10 mingtadan ortiq kitob sotadigan bo'lsa, 1 milliard so'mgacha ssudalar ajratiladigan bo'ldi. Undan tashqari har bir mahallada kutubxonalar tashkil qilinadigan bo'ldi. Bitta dona book cafe ochgan tadbirkorga soliqlardan imtiyozlar beriladigan bo'ldi. Mana shular bularni yaqqol isboti. Endi mana shu narsaga qo'shimcha sifatida jamoat transportlarida kitob o'qish madaniyatini targ'ib qilmoqchiman. Ya'ni u qanday bo'ladi desangiz, masalan deylik, bitta avtobus. Bitta avtobusga bitta dona kitob qo'yiladi. U kitobni bitta inson olib o'qisa, nur ustiga a'lo nur. O'qimagan taqdirda ham u kitobni olib shunchaki varaqlab, qanaqa kitob ekanligini tomosha qilib ketgan taqdirda ham uni kuzatayotgan 28 ta 30 ta odam uchun bu targ'ibot. Bu sekinlik bilan bo'lishi mumkin, lekin eng samarali usul deb o'ylayman. Jamoat transportlarida kitob o'qish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda Yaponiya, London, Fransiya davlatlari turadi. Fahsh, uyatsiz narsalarni ommaga olib chiqib ko'rsatib, odamlarni ko'zini o'rgatib, qanaqa holatda normallashtirib turgan bo'lsa, kitobxonlikni ham mana shunaqangi ko'rinishda normallashtirish kerak. Odamlarni ko'zini o'rgatish kerak. Agar ushbu videoni manfaatli deb o'ylasangiz, video izohida Alisher Sa'dullayevni hamda mutolaa ilovasini belgilab keting.